Ikkinchi jahon urushi davrida Buyuk Britaniya yangi pishgan non savdosini taqiqlaydi. Buning sababi tanqislik emas, balki odamlarni eskirgan non iste'mol qilishga majburlash edi. 1942-yilda hukumat milliy nonni joriy qiladi. Bu hukumat belgilagan un bilan tayyorlangan qo'pol, butun donli non edi. U zichroq, to'q rangda bo'lib, an'anaviy oq non kabi yumshoq emas edi. Eng qiziqarli joyi, novvoylar uni sotishdan oldin 12 soat kutishlari shart edi. Rasmiylar yangi non juda yumshoq bo'lib, odamlarni ko'proq yeyishga undaydi, deb hisoblashadi. Eskirgan non esa chaynash uchun qiyinroq bo'lib, iste'molni sekinlashtirgan va isrofgarchilikni kamaytirgan. Garchi keng tarqalgan noroziliklarga sabab bo'lgan bo'lsa ham, taqiq urush tugagandan keyin ham 1956-yilgacha amal qiladi. Odamlar kulrang, rezinaga o'xshash, milliy nonni masxara qilib, Gitlerning maxfiy quroli deb ham atashadi. Shikoyatlarga qaramay, ushbu siyosat Buyuk Britaniyaga oziq-ovqat zaxiralarini saqlashga va jiddiy taqchillikning oldini olishga yordam beradi. Ko'proq sirli tarixiy ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling.